Assalomu alaykum hurmatli Nodir aka YouTube kanalining obunachilari, hurmatli akalar. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi mashina bozori akalar, narx-navolari ko'ringlar. Nasib bo'lsa, bir qator sizlarga taqdim etamiz videolarda akalar. 25-fevral hafta kuni bilan chorshanba Chiroqchi mashina bozori akalar, bitta like'larni bosib, obuna tugmachasini bosib, nasib bo'lsa kanalimizga podpishkaga o'tiringizlar. Bo'ldi aka, xo'p. Shu tomondan chaqiryapti. Akalar, nasib bo'lsa bu videomiz Malibu birlardan bo'ladi. Faqat Malibu birlardan. Chiroqchi mashina bozoridan akalar, dehqonlardan bo'ladi akalar. Podpishkada bo'lingizlar, bitta like'larni bosib, obuna tugmachasini bosib turib, barchalaringizga bayramlaringiz muborak bo'lsin. Ro'za Ramazon oylariningiz nasib bo'lsa kanalimizga podpishkada o'tiringizlar. Biz elda xizmatdamiz, xalqda xizmatdamiz. Qani bo'lmasa ketdik, boshladik akalar. Chiroqchi mashina bozoridan. Hozir aka bu tomondan boshlab shunday olamiz aka. Bo'ldi aka, xo'p. Assalomu alaykum aka. Aka buni yili nechi ekan? Yili 13 ga 15. Mexanikami, avtomat? Mexanika korobka. 2013 ga 13 ga 14 ha? 13 ga 15 mexanika avtomat korobka. Yo'q, mexanika endi. Ikkinchi pozitsiya. Ha, ikkinchi. Luki boriga avtomat korobka debman men. Ha, mexanika korobka. Aka, motor xodovoylari qanday, kraskalari? Hamma joyi kraskasi toza. Hamma joyi kraskasi top-toza. Qayerda mashinasi bu? Qamashini mashina. Qamash o'zimizning mashina ekan. Qamashini mashinasi akalar, ko'ringlar. Hamma joyi top-toza deyapti. Bitta 10 kirlarda ozgina bir qarsh petnasi bor. Boshqa joyi hamma joyi top-toza. Boshqa joyga. Aka, bu benzindami bu? Bu propanda. Propanda, ha? Propan Benzin, gazlari propan. bor. Benzin, propan gazlari bor. Motorlar holati yaxshi holatda edi. Balonlar holati 4 ta yangi balon qo'yilgan akalar. Salonlar holatini ham bitta ko'rsatamiz. Salonlar holati mana ko'ringlar akalar. Polik chihol qilingan mashina tayyor holatda. Aka, necha ming yurgan bu? 145 ming. 145 ming o'zining halol probegi. Halol. O'zining halol probegi. Ko'ringlar akalar, luklari ham bor. Malibu so'ragan obunachilarimizga ko'ringlar akalar, mana Malibu mashinalari. Chiroqchi mashina bozoridan, dehqonlardan akalar. Dehqonlar. Shunday dehqonlardan akalar. Propan balonlar. Aka, zapaska damkart balon qilish hammasi joy-joyda. Hammasi bor, hammasi. Zapaska 4 ta yozgi balon ham qo'shib beramiz. 4 ta yozgi balon ham qo'shib beraman deyapti. Uyda turibdi. Aka, 01 da turibdi. Generalni ham chiqaveradimi bu? Generalni ham chiqaradi, 6 soatda ham bo'ladi. Generalni ham 6 soatda ham chiqaveradi deyapti. O'zlarining nomida ekan. Aka, buni narxi necha pul deyapsiz? 12,5. 12,5. Savdosi bor, hozir o'tdi. Buni variantlarga ham sotaverasizmi buni? Yo'q, faqat naqdga. Faqat naqdga. Faqat naqdga sotaman deyapti, 12,5 ming deyapti. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 93lik 93lik 903 76 77. akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Akalar, hurmatli obunachilar, videomizda davom etamiz. Malibular Chiroqchi mashina bozorida ko'p. Aka, assalomu alaykum. Reklam Nodir aka deb yozsangiz chiqadi aka. Aka, reklamaga qo'yib qo'yaylikmi? Yili nechi ekan? 2012. Motor xodovoylari, kraskalari qanday? Kraskalari 8 toza desa ham bo'ladi. Tekda pitnosi bor, mayda shiyda. Garantiya bor. Garantiyasi bor. Qayerda mashinasi? Yakkabog'da mashinasi. Ko'ringlar akalar, Malibu mashinasi. Akalar, mana mashinaning turgan holati. Chiroqchi mashina bozorida Malibular bugun bozori bugun. Malibular ko'ringlar akalar, mana bu tomondan turgan holati. Motor xodovoylarining ma'lumotlarini berib o'tdi. Yaxshi dedi, kraskalar. Aka, benzindami bu? Benzin metan. Benzin metan. Bezatkasi yuraveradi. Benzinga, gazga bemalol yuraveradi. Bemalol yuraveradi deyapti, bezatkasi deyapti. Narxi necha pul deyapsiz buni aka? Obunachilarga bir kelishtirib ayting, bir Kelishilar. bozorga necha pulga bermadingiz? 85 millionga bermadingiz. Naqd pul sanayman dedimi? Naqd pul. Yo 50 millionni berib, endi bozor har xilda, endi biz ham ko'rib kelyapmiz. Shu 85 millionga naqd pul sanayman dedi, bermadingiz. Generalni ham qilib beraverasiz. Generalni ham qilib beraveramiz deyapti. 85 ga bermadim deyapti. Nech pullar bo'lsa bir kelishtirib berasiz aka? 95 atrofida. Aka, variantlarga ham sotaverasizmi? Bir
15 million, 20 million yetmay qolganini bir an oylarga. Bir an oylarga kutib turaverasiz. Bir an oylarga kutib turaveraman deyapti. 15 million, 20 million yetmay qolsa deyapti. 85 millionga bermadim. Telefon raqamini qoldiramiz. Qolgan ma'lumotlarni akamizni o'zidan yana ham olaverasizlar. Qanchaga olsalaring ham kelishtirib berib yuboraman deyapti. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 95lik 255 15 24. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Mana mashinaning turgan holati. Akalar, Malibu bir mashinasi. Orqalarini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik aka. Orqalarini. Mana orqalar salonlar. Konditsioner, magnitofon hammasi ishlaydi. Salonning holati. Mashin tayyor holatda, polikchi hol qilingan. Aka necha ming yurgan dedingiz buni? 229 ming. 229 ming o'zining halol yurgani. O'zining halol yurgani. Dehqonchilik-a sizniki? Dehqonchilik. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Mana mashinaning turgan holati, taniq holatda turibdi mashina. Malibu olaman degan obunachalarimizga akalar ko'ringlar. Mana orqalari. Metan balonlari, zapaska damkarat balon qiluvchi hammasi joy-joyida. Ko'ringlar akalar, pul arzonlardan. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Navbatdagi videomizni davom etamiz. Akamiz uxlab yotibdi. Avtomat korobka lyuklari bor. Yurib o'tirsak, varianti borlardan sizlarga taqdim etamiz. Malibulardan Malibu chiroqchi mashina bozorida ko'p. Malibu kimdan ekan bu? Aka, reklamaga qo'yib qo'yiraylikmi? Assalomu alaykum. Qaysi kanalda ko'rsak bo'ladi? Zo'rmisiz? Nodir aka YouTube kanalida ko'rsangiz bo'ladi. YouTube'ga kirib turib Nodir aka deb yozsangiz chiqaveradi aka. Endi ming bor uzr, xijolat bo'ldik. Yoshimiz katta bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham, endi yosh katta odamlar ozgina xijolat bo'ladi. Aka deb turib yozishimga ana bo'lmaydi deb turibdi. Endi siz ham balkim yoshingiz katta bo'lishi mumkin. Aka, buni yili necha ekan buning? Yili 12 aka. 2012. Qayerda mashinasi bu? Yakkabog' posyolka mashinasi. Yakkabog' posyolkani mashinasi. O'zi Yakkabog' ana shu kitob Shahrsabz tomonda Malibu Captiva'lar juda ko'pmi deyman, ha? Bu tomonlardan kelyapmiz. Yakkabog' kitob mashinasi deyapti. Aka, buni motor xodovoylari, kraskalari, korobkalari qanday buning? Motor xodovoylari yaxshi. Bitta kraskasi orqa eshigida petnochasi bor. Bitta o'shaga petnochasi bor, qolgan joylari toza. Qolgan joylari top-toza. Ustasini olib kelib tekshirtirib ko'rib olaveradi. Probegi 170 ming. Probegi o'zining halol probegi, ha? O'zining halol probegi. Mexanik korobkami? Mexanik korobka. Mexanik korobka. Ikkala mashinalardan ko'ringlar akalar. Rangi qop-qora bu. Qop-qora, chokka svitroq rang. Balonlar holati mana o'rtacha holatda. Akalar bakovoylarda svitchalar bor. Malibu 2 ning bakovoydan qo'yilganmi bunga yo o'zi shundaymi? Shunaqami? Salonlar holati akalar ko'ringlar. Mana polikchi hol qilingan mashina tayyor holatda akalar. Mana Malibu deb turib nekilchalarda yozib qo'yibdi. Aka necha ming yurgan bu? 172 ming. 172 ming yurgan. O'zining halol probegi. Ya'ni ham so'rab o'tirdik esimizdan chiqqanda mana faralarda navoratchalari qilingan mashina benzinda deyapti. Yukxonalari ham keyingina. Ancha yuk ketadi bemalol. Bozorga borsalaring ham ko'proq yuk olsalaring bo'laveradi. Aka, bu narxini nech pul deyapsiz buni? 10 million deyapsiz. 10 ming deyapsiz. Bozorga nech pulga bermadingiz? 9,5 ming bermaydi. 9,5 mingga. 9,5 ming naqd pul sanayman dedimi? Yo, bo'lib yana bo'lib to'larkan. Bo'lib to'lashiga, ha? Hozir bir 80 millioncha yo 50 millioncha, 60 millioncha beraman, qolganini bo'lib to'lash kerak. Siz naqdga sotasiz, ha? Naqdga sotaman deyapti. Bu tomondan holati, keyingi bu tomondan holati. Bu variantlarga chiqadimi, chiqmaydi? Yo'q, aka, faqat naqdga. Bankchi. Yo'q. Faqat naqdga sotaman deyapti. General chiqaradi. Generalni ham chiqaradi deyapti. Qolgan ma'lumotlarni akamizga telefon qilsalaring, telefon nomerini qoldiramiz. Nasib bo'lsa, ma'lumotlarni akamiz berib o'tiradi. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99lik 034 28 44. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Kelishtirib berib yuboraman deyapti. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Bu Malibu kimdan ekan? Assalomu alaykum. Bu reklamaga qo'yib qo'yiraylikmi? Qayerda mashina ekanmi?
Shahrsabz shaharda mashinasi. Yili necha ekan? 2015-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 mashinasi. Shahrsabz shaharda mashinasi akalar, ko'ringlar, sotiladi akalar. Mana mashinaning turgan holati, motorlar holati akalar, ko'ringlar mana. Motorlar holati. Gazlari bor akalar, konditsionerlari bor, hamma joyi zakonni holatda turibdi. Balonlar holati, o'rtacha holatda. Buni motorlari, hadovoylari qanday? Zo'r, gap yo'q, yog' yemaydi, javob. Hammasiga javob. Bitta eshigiga kiratgan bo'lgan. Ha, o'ng tomonda eshikka ozgina qolgan joyi, hamma joyi bitta shu o'ng tomonga eshikka ozgina kraskachasi bor deyapti. Generalni ham chiqarib beraverasizmi? Chiqadi, hovlisi aparib. Ha, xohlagan dokumentiga bitaveradi. Ha, bir 15 kun, 20 kun, bir oycha kutaverasiz. Buni narxi nech pul deyapsiz buni? 9,5 ming. Pul arzonlardan ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Bozorga nech pulga bermadingiz so'raganga? 9 qildi, ha? 900, 200 qildi, bermadim deyapti. Kelishtirib so'rasa, berib yuborib. Ha, kelishtirib so'rasa, berib yuboraveramiz deyapti mana. Ko'ringlar akalar, Malibu 1 mashinasi. Holati yaxshi holatda turibdi, mashinaning turgan holati akalar bu tomondan. Akalar hozir. Buni variantlarga ham sotaverasizmi? Variantga ham beraman. Qancha puli bo'lsa sizga telefon qilsa ishini bitkazasiz. 5 minglar puli bo'lsa. 60 million puli bo'lsa telefon qilishsa ishini bitkazasiz. 60 million pullaring bo'lsa, nasib bo'lsa telefon qilsalaring bitaveradi deyapti. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 91lik 469 24 21. Farhod aka ismlari, telefon qilishaverasizlar akalar. Mashinaning oldi tomondan turgan holati. Rahmat, charchamang bu bozoringiz bersin. Qaysidan aka? O'zi qanday? Assalomu alaykum. Aka zo'rmiz? Mazangiz zo'rmi? Charchamayapsizmi? Bo'ladi, zo'r aka. Hech qanday bo'lyapti aka. Bo'ladi. O'tkazishim kerak. Bo'ldi aka, hozir bu nimani tushirib qo'yaylik. 23 ga 24. Nodir aka deb yozsangiz chiqaveradi aka YouTube'ga. 23 ga 24 ha? 23 ga 24 Cobalt mashinasi sotiladi akalar, ko'ringlar. Gazlari bor aka. Gazi bor, 4-pakalina metan. Xo'sh, Malibu bar, diska, chexol, polek. Tayyor holatda. 1 oy 2 oy variant bor. 10 ming bo'lsa beraman. 10 ming bo'lsa beraverasiz. 1 oy 2 oy bo'lsa. 1 oy 2 oy bo'lsa variant bor. Bu bank yo'llariga ham bitaveradi. Bank ham bo'laveradi. Bank yo'llariga necha puli bor odam sizga telefon qilsa ish Bank shu 30 million bo'lsa ish bitib ketadi. 30 million bo'lsa sizga telefon qilishsa ish bitaveradi. Ish bitaveradi. Akalar 30 million pullaring bo'lsa, akamizga telefon qilsalaring, nasib bo'lsa telefon raqamini qoldiramiz, ishlaring bitaverar ekan akalar. Ko'ringlar akalar, varianti borlardan. Salonlarni 23 ga 24 salonlari ham mana. Bu tomondan turgan holati, sakadeskchalar. Salonning holati mana ko'ringlar akalar. Malibu bar, avtomat korobka, polik chexol qilingan, 82 ming kilometr yurgan ekan akalar, yurgan. Bu tomondan turgan holati akalar. Ko'raverasizlar akalar. 93lik, 93lik 315, 74, 30. akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. 30 million pullaring bo'lsa ham behijolat telefon qilsalaring, akamiz ma'lumotlarni berib o'taveradi. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'p. Akalar, videomizda davom etamiz. Qora Gentra qani ekan? Qora Gentra egasi qani ekan? Assalomu alaykum. Aka, reklamaga qo'yib qo'yaveraylikmi? Qo'yaveraylik. Assalomu alaykum. Assalomu Yana bir bor aka. Bayramlaringiz bilan, Rahmat. ro'zalaringiz bilan. O'zingizda. Aka, buni yili nechi ekan? Qayerda mashinasi 23 ekan? Qamashini mashina. O'zimizning mashina ekan aka bu. 2023-yilda ishlab chiqarilgan qop-qora legendarniy Gentra mashinasi, Qamashini mashinasi, Qashqadaryo Qamashini mashinasi sotiladi akalar. Chiroqchi mashina bozoridan, dehqonlardan aka. Aka dehqonlardan, ha? Shunday. Dehqonlardan akalar, ko'ringlar mana mashina. Motorlar holati akalar. Gazlari bor, konditsionerlari bor akalar. Abiz Abagarev
Mashina tayyor holatda. Aka, motorlari, korobkalari, hadovoylari qanday? Salondan qanday chiqsa u shu tushunib turibdi. Xuddi shunday turibdi. Necha ming yurgan bu? 70 ming haloli. 70 ming haloli. Kraskalar top toza. Kraskasi top toza. 70 ming haloli. Umuman 1 kilometr ham ziyod yurmagan deyapti. Mana balonlari o'rtacha holatda 70% bo'lib turibdi balonlari. Mexanika korobka ko'ringlar akalar. Polik sifat qilingan mashina tayyor holatda akalar. Aka, generalni ham chiqarib beraverasizmi? Gaplashamiz. Generalni ham chiqarib beraveramiz, gaplashamiz deyapti. Iloji boricha oldi sotib bo'lgan. Nomlariga oformiliya qilib olgan, yaxshi deyapti akalar. Bu tomondan turgan holati mashinaning. Xo'sh. Passajirga tomongi holati akalar, ko'ringlar aka. Aka, buni narxi nech pul deyapsiz buni? 35 savdosi bor. 135 million savdosi bor. Bozorga nech pulga bermadingiz? 126, 27, 28 gacha qo'ydi. 126, 128 gacha. 130 dan qayerga nimada o'tib beraman? 130 dan. 130 dan qayerga bir narsa o'tib beraman deyapti. Qora jentra so'ragan obunachilarimizga. Ko'ringlar akalar, qora jentralardan chiqaring deganlarga, mana qora jentralar ham bor aka. Aka, buni variantiga ham sotaverasizmi buni? Bank qilib sotib beraman. Bankka nech puli bo'lsa sizga telefon qilsa, ishi bitib ketaveradi. 1,5 ming dollar puli bo'lsa, 1,5 ming dollar bo'lsa, sizga telefon qilishsa, bemalol ishi bitib ketaveradi. Taxminan oylik to'lovlari qanchadan chiqadi aka? 4 milliondan 4 million 300 shunday chiqishi mumkin. 4 million 300, 4 million 400 gacha respublikadan chiqib bank qolaveradi. solib beradi. Akalar, 1,5 ming dollar pullaring bo'lsa, oyiga 4 milliondan 4 million 300 dan chiqib qolaveradi deyapti. Ko'ringlar, varianti borlardan chiqaring deganlaringizga mana varianti borlardan. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 90lik 90lik 441 441 71 74. akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Nodir aka deb yozsangiz YouTube'ga chiqadi aka biz kanalimiz. Instagramchi? Instagramga yo'q, qo'yganimiz yo'q. Bitta like-ni bosib, obuna tugmachasini bosib, nasib etsa podeshkada bo'lib tursalaringiz, elda xizmatdamiz, xalq xizmatdamiz. Akalar. Oqda? Qaysi? Puli yengillardan bo'lish kerak bizga. Kimniki ekan bu? Aka, assalomu alaykum. Zo'rmiz aka, charchamayapsizmi? Aka, yili necha ekan buni? 20 avtomat. 2020 avtomat. 2020 avtomat qayerda mashinasi? Qamashi rayon sentir. Bular o'zimizning mashina ekan-ku. Qamashliklar bugun hammasi sotgan olib chiqqanmi deyman. Barimiz shu yerda Hammamiz. Akalar 19 edingiz, ha? 20. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mashinasi sotiladi. Avtomat korobka. Qashqadaryo viloyati Qamash tumanida mashinasi. Motorli holati 4-pokoleniya gazlari bor, konditsionerlari bor. Aka, motor hadovoylari, korobkalari qanday? Yurishtirishlari. Yurishlar juda yomon. Shumka bo'lgan. Shumka bo'lgan, yurishtirishlari zo'r. Necha ming yurgan? 107 ming. 107 ming o'zining halol probegi. 107 ming o'zining halol probegi. Mashinaning turgan holati, akalar, luklari ham bor. Balonlar holati 4 ta yangi pachka balon taqilgan akalar, ko'ringlar. Akalar, mana salonlar holati akalar. Avtomat korobka, polik chexol qilingan, monitorlar qilingan, chexollari kojinni bo'lingan. Start stop hammasi joy-joyida qilingan. Aka, yurganini aytib o'tdik. Tomondan turgan holati, bu tomondan turgan holati. Aka, kraskalarni qanday dedingiz buni? Kraska bitta fitnasi bor, mana shu tomonda, boshqa joyda. Ana shu yerda fitnasi bor. Boshqa joyda fitnasi yo'q. Boshqa joyda fitnasi yo'q, deyapti. Ana shu joyda fitnasi bor. Ustalaringni olib kelib tekshirtirib ko'rib, bemalol olaverasizlar. Akamiz ham ustasini olib kelib tekshirtirib ko'rib olaversin, deyapti. Aka, bu narxi nech pul deyapsiz buni? 120 deydi. 120. Bozorga nech pulga bermadingiz? 12 gacha berman. 112 million. Generalni ham qilib beraverasizmi? Ha, generalni. Aka, tirikchilikmi, dehqonchilikmi sizdagi? Tirikchilik. Tirikchilik. Xuddi shunday. Kimdir birov mashina sotib tirikchilik qiladi, kimdir birov stroykada ishlab tirikchilik qiladi, kimdir birov savdogarlik qilib tirikchilik qiladi. Akalar. Aka, buni variantlarga ham sotaverasizmi? Yo'q, Faqat naqdga sotasiz. orqali bo'lishi mumkin. Bank orqali nech pulga chiqarib beraverasiz. Qancha puli bo'lsa sizga telefon qilsa, ishi bitaveradi. Nech puli bo'lsa, taxminan 30 millionmi, 40 millionmi, 20 millionmi, 10 millionmi, nech puli bor odam shunga qarab videoni ko'rib sizga telefon qilishadi. Bizning
berayotgan ma'lumotlarimizda. Qancha bo'lsa chiqadi bu. 40 million puli bo'lsa, sizga telefon qilsa, bank qilib chiqarib beraveradi. Ishi bitaveradi. Ko'ringlar akalar, 40 million pullaring bo'lsa, akamiz bank qilib chiqarib beraman deyapti. Ishlaring bitaveradi. Aka telefon raqamingizni aytib qo'ying. 90lik 213 213 93 90. 93-90 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. 40 million pullaring bo'lsa ham ishlaring bitaverar ekan. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Qaysini? Donasiga 5 mingga bersangiz. Rahmat. Shumi aka? Yili necha ekan? 2021. Mexanika avtomat aka? Mexanika korobka 2021-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashinasi. Ko'ringlar akalar. Oppoq rangdagi oq kapotardek. Charx urib turibdi. Mashinaning motorlar holati akalar, konditsionerlari bor, 4-paketli gazlari bor, akkumulyatorlari yangi. Motorlar holati ko'ringlar aka. Akalar, aka motor hadovoylari, kraskalari, korobkalari qanday, yurish turishlari qanday? Motor hadovoyi ideal aka. Kraskasi bir, qarshi pitnosi bor. Ustasini olib kelib tekshirtirib ko'rib olaversin kraskasini. Qayerda mashina dedingiz? Qamashini mashinasi. Ko'ringlar, probegi halol. Ishtirmasa bo'ladi. Bemalol. Probegi necha dedingiz? 66 ming. 66 ming. Bir kiribga yetmagan ekan probegi bemalol. Akalar ko'ringlar, mexanika korobka yaxshilardan. Akalar 4 ta pachka balon taqilgan, balonlari, kalpakchalar qo'yilgan. Bu tomondan turgan holati mashinaning. Bu tomondan ham turgan holati akalar. Salonlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz sizlarga hozir. Salonlar holati ko'ringlar akalar. Mana polik shihol qilingan, mashina tayyor holatda, top-toza turibdi mana. Yurganlari akalar. Bu nechinchi yil ya? 2021 dedi. Sotildimi? Yo'q, sotilgan yo'q. Nimaga qo'yamiz? Qancha yurgan? Internetga. Ha, internetga reklamaga qo'yapmiz sotish uchun. Bir qarshi Nechi pitnosi pul bor aka. so'rayapsiz? Pul so'raganimiz yo'q. Shu elda xizmatdamiz, xalq xizmatdamiz, bepulga xizmat qilyapmiz. Ya mosha o'zidikimi? Yo'q, akaniki biz xizmat qilyapmiz prosta shu ana YouTube'ga, Ha, bog' blog. anaga internetga qo'yib qo'yamiz biz. Aka buni narxi nech pul deyapsiz buni? 125 savdosi bor aka. Nech pulga bermadingiz bozorga? 18. 118 millionga bermadingiz. Aka generalni ham chiqaveradimi? Chiqar aka. Generalni ham chiqaveradi. Generalni ham chiqaveradi deyapti. Qanday variantlarga bitadi bu? Bank qilib beramiz aka. Bank nech pul bo'lsa bitaveradi. Shuni to'g'risini bilmayman. Toshinsini bilmaysan. Endi akamiz yana telefon raqamini qoldiramiz. Telefonlashib, bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizdan olaverasizlar. 15 million, 20 million, 30 milliongacha bo'lgan atrofida banklarga ham chiqaveradi. Oylik to'lovi shu 3,5 million, 4 millionga atrofida chiqib qolaveradi. Aka telefon raqamingizni aytib qo'ying. 90lik 233 2202. akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'p. Akalar, videomizni davom etamiz. Malibulardan chiqarishga ko'ramiz. Aka, assalomu alaykum. Internetga qo'yib qo'ysak bo'laveradimi? Любой narsaga qo'ying. Davay. Любой narsaga qo'yavering. Любой vikli variant. Malibu mashinasi. Ko'ringlar akalar, 30 Samarqandniki. Yili necha ekan buning? Kim ma'lumotlarni berib o'tadi? Yo'q, siz kerak emas, biz mashinani sotishimiz kerak. Buni yili necha ekan? 13. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Qop-qora bu? Qop-qora. Ha. Qora rangdagi Malibu mashinasi. Mers hadovoy qilingan. Video registrator, hamma narsa metan ustalik. Mashina tayyor holatda. Tayyor. Mexanika ham avtomatmi? Avtomat. Avtomat korobka. Mexanika. Mexanika korobka. Telefonga chalg'ib ma'lumotlarni berolmay qoldi akalar. Akamiz mana mashinaning turgan holati akalar. Menimcha pul arzonlardan bo'lsa kerak Malibular. Hozir narxi tushib qolgan-ku akalar. Metan gazda yuradi, benzinda yuradi deyapti. Motorlar holati yaxshi holatda turibdi deyapti. Mana motorlarni ko'ringlar akalar. Salonlar holati akalar ko'ringlar mana. Aka buni sizlar sotaverasizlarmi? Buni motor hadovoy kraskalari qanday? Motor ochilmagan. Kraskalari qanday?
bir qarsh fitnachilari bor deyapti. Narxi nech pul deyapsiz? Narxi bo'lganini aytaylikmi yo savdo qilaylik? Aytavering, farqi yo'q. Boshqasi $9,000, 110 million bo'ladimi? Ha. Ana shu. $9,000 deyapti, 110 millionlar bo'lib qoladi deyapti. Yana ham kelishtirib berasizmi, nasib bo'lsa telefon qilishsa? Generalni ham chiqarib beraverasiz. Sunnatiga ha chiqarib beramiz. Generalni ham chiqarib beraveramiz, sunnatiga biror narsa o'tib ham beraveramiz deyapti. Aka telefon raqamingizni aytib qo'ying. 95lik. Aha. 190 42 24. 95lik 190 190 42 24. 42 24. Akamizni telefon qilib savdolashib olaverasiz. Generalni ham chiqadi deyapti. $9,000 deyapman. Sunnatiga biror narsa o'tib beraman deyapti. Puli arzonlardan akalar. Ko'ringlar, telefon qilishaveringlar. Variantga ham kelishtirib berib yuboraveradi akalar. Charchamayinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomizni yakunlaymiz shu yerda. Chiroqchi mashina bozoridan, dehqonlardan. Bo'ldi aka, qo'shib qo'yaveraylik. Assalomu alaykum. Yili necha ekan buning? Yili 12. 2012. Qayerda mashinasi? 2012-yilda ishlab chiqargan Captiva mashinasi, oppoq rangdagi kitobni, tumanni mashinasi. Akalar ko'ringlar. Videomizni yakunlamoqchi edik. Hozir akamiz biznikini ham qo'yib qo'yaverdi. Ko'raverasizlar. Motor hadovoylari, kraskalari, korobkalari qanday aka buning? Hammasi top-toza. Bir ikkita fitnasi bor. Kraskalar bitta ikkita fitnasi bor. Metan gazlari bor. Metan gaz bor. Metan benzinda bemalol yuraveradi. Metan benzinda bemalol bezatkasi yuraveradi deyapti. Mashinaning turgan holati. Nechtalik dedingiz? 120 talik. 120 talik. Ikkita 30 talik, 4ta 30 talik. 4ta 30 talik balon qo'yilgan dedi. Akalar balonni holati o'rtacha holatda. Xo'sh, salonni holatini ham bitta ko'rsatib o'taylik. Salonni holati mana. Avtomat korobka, kojinli polik chexol qilingan, mashina tayyor holatda. Aka, necha ming yurgan bu? 140 ming. Halol probeg, ha? Aka, dehqondanmi, tirikchilikdanmi sizniki? Dehqondan, ha? Dehqonlardan. Chiroqchi mashina bozorida dehqonlar ko'p, akalar. Ko'raverasizlar akalar, mana Chiroqchi mashina bozoridan orqa tomondan turgan holati. Qo'shadi 4ta balonni. 4ta balonlari ham tortadi deyapti, avtomatikga o'zi qo'shaveradi deyapti. Yana toqqa chiqadigan mashinalarda ana qilingan deyapti. Taylarda mana oyoq qo'yga chiqadigan joychalari bor deyapti. Orqalarida metan gaz balonlari bor deyapti. Orqalarini ham qolgan ma'lumotlarni akamizga telefon qilsalaring, ma'lumotlarni ham berib o'taveradi akalar. Aka, bu narxini nech pul deyapsiz buni? 10,5 deyamiz, kelishamiz. 10,5. Bozorga nech pulga bermadingiz? Bozorga 8 ga. $8,000. 9 gacha yo'q deysiz. 8,000, $9,000 bermadingiz. Generalni ham qilib beraverasiz. Beringlar. Generalni ham qilib beraveramiz deyapti. $8,000, $9,000 bermadik deyapti. Aka, buni variantlarga ham obunachilarga bir kelishtirib ayting buni. 50 million, 60 million, 70 million, 80 million puli bor odamlarga ham telefon qilsa ishi bitaveradi. Bitiramiz. Kelishamiz. Qolganini bir 10 million, 15 million yetmay qolsa, bir oyga, 2 oyga nasiyaga kelishaveramiz. Xohlasa balkim bir 20-30 million yetmay qolsa bankdan olib berisham. Kelishamiz. Bo'laveradi, ha, kelishib olaverasiz, ha. Ko'ylarga mayli kutamiz. 1-2 oylarga kutib ham turaveraman deyapti. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 88lik 88lik 695 695 0011. 0011. Akamizni telefon qilib savdolashib Yaxshi olishlaring nomor bor. Ayting. Ayting. 88lik 003 0592. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Puli arzonlardan aytmoqchi. Luklari ham bor ekan, ko'ringlar akalar. Hammasi ishlaydi deyapti. Ko'ringlar, puli arzonlardan. Yaxshi mashin oxirida chiqib qolaveradi deydi-ku. Ko'ringlar akalar, mana variantlarini ham bemalol gaplashib olaverasiz. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Akalar, videomizni shu yerda yakunlaymiz. Chiroqchi mashina bozoridan dehqonlar ko'p. Chiroqchi mashina bozorida akalar, bitta layklarni bosib, obuna tugmachasini bosib, bizni kanalimizga podpishkada bo'lib tursalaringiz, mana shunday arzonlardan, varianti borlardan sizlarga videolarda taqdim etamiz. Elda xizmatdamiz, xalq xizmatdamiz. Bir odam bizdan manfaatdor bo'lsa, bir foyda ko'rsa, biz shunda xursand bo'lib qolamiz akalar. Biz mana shu mashinani qo'yayotganlardan bir so'm pul so'ramaymiz.
yoki bo'lmasa buncha berasan deb turib aytmaymiz. Shu elda xizmatdamiz, xalq xizmatdamiz. O'shaning uchun bemalol bepul qo'yib ketaveramiz. Faqat bizning kanalimizga podishkada bo'lib tursalaringiz bo'ldi akalar. Charchamangizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Endi buyog'i oldi yoz.